O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasida Yangi O'zbekiston Harbiy prokuraturasi islohotlar yo'lida mavzusida 3 kunlik o'quv yig'ini o'tkazildi. Tizimda xizmat qilayotgan yosh xodimlar ishtirok etgan ushbu yig'inda dastlab O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tarkibiy tarmoqlari mas'ullari va jalb etilgan ekspert mutaxassislarning inson huquqlarini ta'minlash, qonun ustuvorligini va qonuniylikni mustahkamlash, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash, ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar va boshqa dolzarb mavzulardagi ma'ruzalari tinglandi. Amaliyotda uchraydigan holatlar yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi. Ikkinchi kun mashg'ulotlari Huquqni muhofaza qilish akademiyasi mutaxassislarining raqamli dalillar bilan ishlash tartibi, uning huquqiy asoslari, ko'chma maxsus raqamli laboratoriya imkoniyatlariga doir mahorat darslari bilan boshlanib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida davom etdi va unda fuqaro muhofazasini ta'minlash borasidagi islohotlar, ularning natijalari bilan tanishildi. O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida o'tgan ochiq muloqot va mashg'ulotlar esa yosh xodimlarning sudlarda prokuror vakolatini ta'minlash yo'nalishidagi bilim va ko'nikmalarni yanada boyitdi. Shundan so'ng yosh xodimlardan quroldan otish va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha sinovlar qabul qilindi. 3-kun yosh xodimlardan qonunlar, harbiy nizomlar va bosh prokurorning sohaviy buyruqlari doirasida sinovlar qabul qilindi. Yig'in davomidagi madaniy tadbirlar, jumladan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyiga hamda yurtimiz durdonalaridan biri, milliy o'zligimiz, ilm-fan, ta'lim va madaniyat timsoli bo'lmish Islom sivilizatsiyasi markaziga sayohatlar tashkil etilgani qatnashchilarda katta taassurotlar qoldirdi.